Tömöcan var mı da? Tömöcan var mı da? Oy, siz? Men! Amini tanımıgın ne? Kelin. Kandırak havalar Tömöcan micazir yakışım obdan toluma ballı çizlik tutuma. Ya madem özgerme yürüyüşüp bittiğini deyme. Kırmaydık adam gelişim evet Tömöcan. Emdi isim keldiras. Sizlik ötken jili. Bana kelip hemme yurtning yerlik şivisini doğrap imtihan begedem şuğu. Akka sayva qoldurun Tömöcan. Rahmat chimafkam. Ani bosmini unutqanmapla. Rahmat ukam. Rahmat Tömöcan. Tömöcan emas, Tömürxan degan mındaq. Bu Tömöcan davray chofka. Nima deb? Bu Tömürxan dese qirib adamdan bularni qirg'otindan sindek to'ldigan demedimga. Estağfurullah. Qizliq gap qildi ekansiz. Bu Tug'loq Tömürxan degan bizning tarixiy ismlar, ota bobolarimizning ismi bu. Qo'ysa sizlar bizning ota bobomuz bo'lmaganiga Tömöjan davray choy. O'tiring. Rahmat. Hanim bos meni unutib qolmay, tashlab etmay izlab kelibsiz, ha? Sizni qandami tashlag'anlar da afkam. Tömöni tashlasang datlishidi, xotinni tashlasang yatlishidi degan gap emasmi? Endi birimiz datlishib, birimiz yatlishib bilsak yaxshi emas Tömöjan. Ha, bu yoq yana kelib qolibsiz-ku. Kelimen canımı kelimen kaşınga kelimen. Her jili kelip yeningizga intiham berimen. Ha. Yaxshi. Hanim bo'lsa meni unutib qolmay eslab turibsiz, ha? Eseymen seni daim Tömöcan gündüzleri akşamda Tömöcan Eseymen seni daim Tömöcan Tutaçılı akşamda Tömöcan Yaxshi. Ovozingiz rasmiy yaxshi bo'lib ketibdi. Burunqa qaraganda ilchilibli ketibdi. Birer lenti chiqarib satsangiz bo'lmadi. İkiz hayvan, piş hayvan, mey yatmayım özen yat. Naksini men itay, lentisini özen sat. Naksini men itay, lentisini özen sat. Tömürme Tömöcan, tömürme Tömöcan. Yaxshi. Burunqa qaraganda rasli ovozingiz ichilib ketibdi. Rahmat. Rasmiy undan bo'lib ketdi. Yaxshi aytdingiz. Rahmat. Ha, yana ulab ish kuchini aytib o'tmamsiz. Çaq misafkam. Bu yerda ham naqsha aytib qo'ysam adamlar zangli qilar ekanlar. Men bir naqshani aytib qo'ydim ukam, sizga ham chaq olsin deb. Sizlar boyada men naqsha aytsam satib olmam ukam. Uning ustiga bulbul boyada qog'ini turib aytgan Tömöjan. Ha, shundami ya? Unda naqsha aytib bermisingiz? Haras. Eliqqa maqol tamsillarni yana tarjim qilib keldingizmi ya? Ya, men maqol tamsil tarjim qilgan edim ukam bu qitab. Anda siz Agar maqol tamsil tarjim qilib ber, seni burunqidek yonmaymiz mafkam. Saviyam burunqa qaraganda o'sib ketdi deyman men ham. Ha, shundami? Ha, saviyam o'sib ketdi deng. Ha, undan gap yo'q. Bunda qarsam qo'y saviyangiz o'sib ketgandek turdi. Ha, demak yomonlikni qarab qoladi. Bo'pti. Unda bo'lsa men sizga bir qancha maqol tamsil deyman. Siz beshadil bir tarjim qilib bering. Chata yo'q ukam, deslar. Ha, tarjim qilgan olmaydi. Do'stimning ko'nglini oyab bo'yimda qoldi deganda nima deb tarjim qiladi? Ha? Do'stimning ko'nglini oyab bo'yimda qoldi. Veli pomyodu menzi vadozli yo'q hayza. O'ynab so'zlasangmi, o'ylab so'zla deganicha. Ver shoxa, shang shoxa. Badi poldiron, yo'qni qarab o'tiring deganicha. Yo'dishi qo'y, xola miyoli kenjan zola. Allah tarjim bo'ldi. Yaxshi. Ha, bo'pti, dab daranglagan eshak hangragan deganicha. Shugu dang, molizi hang. Yana ağzıma qo'qoq chiqib qolib degan tarjim qilsak, Zuybashan haypa chulaylar. Bo'ldi. Ras saviringiz o'sibdi. Rahmat. Yaxshi tarjim qildingiz. Rahmat. Baland tarjim qildingiz. Rahmat. Obdan tarjim qildingiz. Rahmat. O'tiring. Rahmat. Endi mana tepsiz tarjim qilib ko'nab qolibdi ukam. Jida. Tarjim degan unda yapqilaq olmaydi. Men baytishga buni tomlaq qildim deb yo'q gapni qo'shib tarjim qilganman. Ha, endi maqsadga bir kelaylik. Kelsa. Meni nimaga izlab keldingiz? Endi xabarlar bor ukam. Endi oldi bilan, endi men bir havasga, bir ishga havas qilib qoldim. Lekin uni qo'yib turaylik ukam. Bo'lapmi oldi bilan sizni sig'inib, bo'lib beliqqa dutalarini sig'inib keldim ukam. Avval bir ishga chapasla. Undan keyin kelish maqsadini deb beraymi ukam. Yo'q, unda qilsak bo'lmaydi. Qaysa. Ha, bo'lmaydi deyman. Yo'q. Asa.
Asa, anam gibi çasa. Ha? Esta. Asa. Ufkamı tutanıp su bıdırıp tükürgeni çıkmaydı. Çasa. Neymiş kıvatlar yapken? Tamam, cang çammalı bir oğa valdı güne. Ma'qul. Jang chepiraymi. Çasa. Neymiş kılık ayas kamla? Paktatkadı, bak. Siz taşımı ya paktatkadı atıp çıkırsınlar. Edemni sağlık kılıp gel ayas kama. Kaysa. Yaxşı etmezsiniz edemni sağlık kılıp silikeli sırtın başından batay yüzleri tükürtün cuma ayas kama. Kaysa mı çak çak bunu da bedememişler. Chaq qo'ydim, chaq. Nima chaq deydi. Ya, xapaman ben chaq. Hayır. Xapaman. Chaq. Birimde qo'ysa şimdi. Pah, madamning achchig'ini. Qaysi naqshin degandingiz? Anam dedim ku. Ma'qul. Qaysa? Bir ças qo'shaqanda chasishma fikrmanda bir tanışmansa uslub kegdek chasishma. Besh odamlar xabarlari bor. Muzik ustida turolmaymiz. Bir ustuna qilib yumshalala. Chasa. Tuzak bir gap qiling ha. Chasa. Ya bu anam qilib usul o'ynamda. Fikayam yo beymikilida chilinglarsa. Tuzak gap qiling ha. Anam dedingiz bu. Anam. Ha, men shuning o'zini chep beray. Chasa. Yelikni kola bitip anam. Ketmini ömsünüp gitti anam. Tutsa. Ne buldunuz? Chasa. Yelikni kola bitip anam. Ketmini ömsünüp gitti. Tutsa. Çalam dem, çalmam dem. Chasa. Qaysa fikr bir şok chasani bir jillatma. Şok. Mana bir aytish berib bir jalliq tutun chasa. Ma'qul. Yelikni kola bitip anam. Ketmini ömsünüp gitti. Onam. Vay mikriban. Onam. Cinim gınnaşıl anam. Onam. Yaştırıp ölüp gitti. Onam. Vay hasretim. Onam. Etina. Kebal. Özüm bildiğin yanına hemen edip oldu. Etina. Kebal. Adamni mish yig'iltib, elim yosh anam deb ketgan, momam degan bo'lsam shu ekan to'g'ri. Bir adam naqsh etayotganda jim o'tirib anglashning o'zi bir san'at. Nima chatning radiosi aralashgandek aralashib olasiz? Shoq chammamloni adamni ishini pishirib, mish yig'iltib qilib. Qanday shoq chaladi? Ama bir chaladi shoq. Hey, bu her qanday naqsh degandan o'ziga kuchli ohangi, tempisi, o'dari bo'ladi uni. Siz zot qanday naqsh anglaysiz? Manda deb naqsh bormi? Ba, shoq. Siz aytgan qanday naqsh o'zadi? Ilqcha mandayliqi. Ing. Sen mubadin etretke, men mubadim etretke. Tutqay yaringni ko'dim balo, yüz gözleri temretke. Sevinip geldim seni temretken. Sevinip geldiniz.
Naqsh deganim shunday aytamda. Hatta meni naqshingizga qo'shib oldingizmi? Sizlar naqshni keyin bak obdan keldikincha o'yliqi. Mirajixon, dikkan Zorixon deganda. Bo'ldi, yo'q gapni qilmay o'tiring. Rahmat. Endi maqsadga bir kelaylik, kelishdik. Maqsadingizni bir dana. Sal qiyilib qoldik ukam. Mayek nima keldingiz? Men nima izlab keldingiz davatime? Mayek nima maqsad keldingiz? Nima sababdan keldingiz? Bir dana. Shu sizni menga bir xotni premnik deb kelgan. Sizning xotin bolalaringiz batdigi. Qapoq saptgan xitnal davafkan. O'zingizdan xotinni murdingizmi? Yet, sizning kunosam bo'ladi. Yo'q, gapni qilma. Nima sababda urdingiz? Nima gunoh qilgan urdingiz? Fikam mayli gunoh ig'ir dema xotinning. Voy, qanday ig'ir gunoh qildi, bu urg'idak nima gunoh qildi demabsiz? Rost gapni qilsam fikam. Ma xotinim bor, qirg'azir ko'zimga qir xotinda ko'rinadigan bo'lib qoldi deyman. Birdek payzi qamida birdan qarsam 5 top kelgan, birdan yog'li kelgan, uzun ko'naklik ham shagichi. Birdek payzi qamida shunga sarang bo'lsang bir o'yna, qir xotindan nera o'yin deb kelgan, nera o'ynatimiz g'oya. Ajrashib ketdingiz. Xetini berib etdingizmi? Aliman debdi fikam chupayli qilmay berib etdim. Nima sababdan berib etdingiz? Nimaga berdingiz xetini? Shu oldi. Sizdan bordi? Biz yo'q fikam, bizda nima? Azroq bordi. Yo'q. Shamol chiqmas teraklanishmaydi. Qaqoni basim linshivda varkan. Ma chavat qo'ldan chiqdi. Tashlak sasimi chiqdiki. Ma to'la og'zim g'erishmay. Ma aniq bir javob bering. Nima sababdan qo'ydingiz? Nima sababdan qo'yib etdingiz? Nima gunoh qildi shuni bir dana. Ya Allah fikam hech so'raval odamni hechlik qilib demaydiganman. Dana kechirmay aniqni. Unda bo'lsa sizga rost gapni deb fikam. Hamsi haqiqat demisizmi juma? Rost gapni qilsam fikam. Mushu sizning televizorda chiqadigan bir qiz bola bor. Usul o'ynaydigan. Mana ko'nakli kiyib joylaqa. Dum tiktum dum tiktum dum tiktum. Bu qiz bolaga men kuyak. Mush qiz bola televizorda shunday kiyimlarni chiqadigan bo'lsa fikam. Bir yerlar yo'q deyman. Nechketimiz qiz bola chiqqanda fikam. Mushu yurak bag'rimni 100 ming qurt qo'ng'iz yeb ketmayotganda his qilib ketdim. Nechketim tomdan kelib o'tib o'zim bilan o'zim yig'lab ketdim fikam chidamay. Nechketimiz qiz bola televizorga chiqqanda televizorga is quchoqlab ketdim. Lekin o'tirdi gongoch qilib peyzamni tushirib fikam. Qanday qilay deyapsiz? Endi bunda o'ylab baxsam fikam, bu taqmi yaqin. Endi ikkimiz ko'ngli bak yaqin debdiki. Shunga endi silmo artist. Qiz bolam artist emasmi? Shu cho'qim qiz bolasi toniylar. Shu qiz bolam men ayttirib deb kelgan fikam. Nech pul chiqim kelsa mayli fikam 40-50 ming ham bo'lsa o'zim ko'tiraman men jingo. Ammo fikam sizga men ishimni ish qilib qo'ysa qo'rqgan edim. Yotoqda 1,5 metr paxta chiqsa jiba. Ishtalliq. Ko'tiring anda sarjingizni. Bu uzun ko'ylak kiydi, do'p kiydi, yog'liq otidi deb o'zingizdan vafodor ayolni tashlab etdingizmi? Bu o'zimizdan an'anaviy kiyimlarimizdan nari yomon. Bizning ajdodlarimiz ana osh kiyim-kechaklarimiz bilan bizning urf-odatimizni, bizning madaniyatimizni yoritib bergan. O'zimizning yerim-yalang'och kiyim kiyib, usul o'ynaydigan qizlarni yaxshi ko'rib qoldim deysiz. Shu holatda u qizlarni boshqalar ham yaxshi ko'rib qolmasmi? Anda qiz bo'lmaydi. Qanchalik pul kas mayli deyapsiz. Navod u qizlar to'y qilib bo'lgan bo'lsa-chi? To'y qilib bo'lgan bo'lsa, kim demaymiz fikam. Erva xotinga chaqchaqsak cho'shqib ketmam-da. Men sizga deb qo'yay. Men sizni bunda ahmoqona xiyolda bo'larmikin deb hargiz o'ylamabdi ekanman. Bu odam deganda insof, shukr, qanoat, sharmi, hayo, oilasiga bo'lgan samimiy sadoqat bo'lgandilar, ondan har qanday narsa go'zal ko'rindi. Eng yaxshisi siz shu bolalaringizning onasini vaqtida yondirib keling. Bo'lmasa bir umr pushaymonda qolasiz. Unamaydi. Jayla xotin. Voy, oldin berib boqmamsiz. Yo, qaynonamni qopganman men bag'lanmaydi. Voy, oldin chiroyli berib boqmamsiz. Uningdagi bir gap bo'lmamdi. Endi fikam gaplarni mingmurat yeymiz. Endi liqi, boya mencha qiz bolaniki erib qolsa deganni o'ylab boqmabdim mana. Uning bishimdimsan bog'in aka. Bo'lmasa liqi mekiyang chaqchaqib qo'rasin tayoq yegandek sho'misa fikam. Ha, gapingiz bo'ladi. Eng yaxshisi ayolingizni yondirib keling. Fikam, unamasmiki? Undas manda qildi. Emsa qiz bolam aytmaygan ekansizlar. O'zimni xotinim olsin, boshqadan aytmayman. Tizak gap qiling. O'zimni xotinni boshqadan aytmayman demay. Men bilan birga berish bering desangiz bo'lmaydimi? Berish bering. Shunga akaldiga shusan men bilan baray. To'xtab turinglar. Men sizga yana bir gapni deb qo'yay. Siz eliqi Mirzat olim aytgan, ajrashmoqlar ota-onalar. Yetim bo'lmasin, sabiy bolalar degan naqshni anglamaganmi? Anglagan fikam, lekin men naqshni o'zgartib ajrashib ketganlar ota-onalar ko'nrab qoldi, xotin bolalar deb.
Bak yapma, kımay, yana.